Assalomu alaykum aziz do'stlar. Men bugun Nevromed servis klinikasidan turib sizlarga bu yerdagi sharoitlar haqida ozgina gapirmoqchiman. Men bugun 6-kun mana shu Nevromed servisga kelib, davolanib, hassov bilan kelgandim. Bugun yaxshiman, ana sog' salomat yuribman. Men qatori bu yerga ko'p aziz do'stlarim kelgan, ular ham davolanyapti. Hammasi shu yerdagi kollektivdan Said Kamolovning, Komiljon Karimovning xizmatlaridan hamma bizlar minnatdormiz. Men mana shu kollektivning barcha xizmatlaridan minnatdorman. Bularda bitta shior bor ekan. Xalqimni o'z xizmatim bilan mamnun eta olsam, o'zimni baxtiyor deb sezardim.